Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 25-qism. Videoni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan qarzlar, majburiyatlar haqida gaplashamiz. Passivda, ya'ni sizlar bilan gaplashganmiz, uzoq muddatli majburiyatlar 7-shotlarda yuritiladi. 70-10, 78-20 degan shotlarimiz bor. Bular juda ko'p ishlatiladigan shotlar hisoblanadi. Uzoq muddatli majburiyatlarga asosan bizda kichkina firmalarning buxgalteriyasida bank kreditlarini ko'rishimiz mumkin. 78-shotda bank kreditlari ishlatiladi. Demak, 1 yildan ortiq muddatga olingan qarzlar bu uzoq muddatli qarzlar deyiladi. Keyingisi 6-shotlarimizda, ya'ni 6 bilan boshlanadigan shotlarimizda qisqa muddatli majburiyatlar yuritiladi va bu 1 yilgacha bo'lgan to'lashimiz shart bo'lgan bizani majburiyatimiz, qarzimiz hisoblanadi. Buni odatda kichkina korxonalar buxgalteriyasida juda ko'p ishlatilganini ko'ramiz. Sababi tovar, mollarni olishimiz mumkin va u qarzga bo'lishi mumkin. Ertasi kun, indinga yoki 1 oydan keyin to'lab berish sharti bilan va bu 60-10 shotlarda ko'rishimiz mumkin. Yoki klient sizga keldi, pul to'ladi va uni siz xizmatini bajarib beryapsiz 1 oy davomida va bu ham 60-10 shotlarida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yoki soliq bo'yicha majburiyatlarimiz. Bu oyda hisobladik, keyingi oyda to'lab beramiz. Demak, bular vaqtincha 1 oy, 1,5 oy, 2 oy davomida qarzda turadi va keyinchalik qarz to'lab berilgan payti yopilib ketadigan shotlar hisoblanadi. Passivdagi eng asosiy juda ko'p ishlatiladigan shotlardan bittasi bu 6-shotlar hisoblanadi. Demak, passivda 6, 7, 8-shotlarimiz mavjud. Buni ikkitasi qarzlar, bittasi xususiy kapital hisoblanadi. Demak, bu shotlarni siz passivda to'g'ri yuritishingiz, to'g'ri aks ettirishingiz sizni aktiv tomoningiz ham to'g'ri bo'lishini bildiradi. Chunki balans bizda aktiv va passivning tengligini anglatadi. Darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.